Mahallani nahs bostirding, yo ko'chib ket, yo hammani o'zingga ilakishtiravermay birini tanla. O'sha yomg'irli tundagi mushtlashuvning guvohi bo'lgan qo'shni ayol qo'rquvdan rangi o'chib, unga tikilarkan, Otamurodning po'pisa qilayotganligini angladi. Bir xayoli ishongan quroli shallaqiligini ishga solmoqchi bo'ldi. Ammo yigitning avzoyidan qo'rqdi. Qiziq, juvon sharmandalikdan emas, insondan cho'chidi. Shu paytgacha erkaklar uning uchun bir pul edi. Qosh ko'zini suzib, manaman deganni o'z nog'orasida o'ynata olardi. Bunisi esa hech evriladigan emasdi. U yigitni ko'chib kelgan kuniyoq ko'z ostiga olgandi. Bir-ikki ishva qilib ham ko'rgandi. Biroq yangi qo'shni juda jiddiy chiqib qoldi. Juvonni taajjublantirgan narsa o'zi allaqachon ko'nikib ulgurgan illatga o'zga nigoh bilan qarash mumkinligi edi. Mahalla erkaklarining birortasi bu ishidan jirkanmasdi. Qaytamga ko'nglini ovlab bir tun qo'ynida yotish payida bo'lishardi. Bu esa yo'q yerdagi shartlar bilan boshini qotirmoqda. Yo sen ket emish, yo men. Ketsang ketavermaysanmi? Juvon qarshisida g'azabnok turgan yigitga boshdan oyoq tikilarkan, shu damgacha hech pand bermagan makkorligini qo'llab ko'rmoqchi bo'ldi. Akam bo'ling, dedi ko'ziga yosh olib. Himoya qiling meni. Biroq yigitning ko'ngli yumshamadi. Ko'zi ayolning etagidan tutib turgan qizaloqda edi. Norasidaning oldida shu ishni qilgani uyalmaysanmi? Dedi og'ir nigohini qayta ayolga qadab. Vol-ku bu axir. Otamurodning g'azablanganicha bor edi. Chunki o'zi shaharning shimoliy qismidagi ko'p qavatli uylardan birida turuvchi juvonning xonadonida tunlari shuning uchun qolmasdiki, ayolning ko'zlari javdiragan o'g'ilchasi bor edi. Bari nikohdan keyin, derdi hirsini qitiqlayotgan shaytonning ismiga bo'ysunmaslikka tirishib. Haloliga nima yetsin? Biroq bu masalada juvon o'ktamroq ekan. Bir safar o'g'ilchasini onasinikiga berib yuborib, yigitning vasliga yetishmoqqa erishgandi. Yigit esa bu xil munosabatni hech bir ta'masiz, sof muhabbat tufayli yuzaga kelishini istardi. Har safar ayolning jon olguvchi tabassumi qarshisida ojiz qolarkan, ichida ulkan kurash ketardi va oqibat hamisha aqli g'olib chiqardi. Ikkinchidan, bolalarni yaxshi ko'rgani uchunmi, bola fe'li ham yo'q emasdi. Bolaga o'xshab yo'q narsalardan quvonar, shuningdek, tezda ko'ngli ham qolardi. Norasida oldida gunohga yo'l qo'yishni kechirilmas holat deb bilardi. Qo'shni juvonni shuning uchun ham juda yomon ko'rardi. Sobiq ayoli uning ana shu zaif tomonini mo'ljallab zarba bergandi. Biladiki, eri maktabni yaxshi ko'radi. Bolalar esa joni dili. Sudga qanoat qilmay, maktabda to'polon ko'tarishi shundan. To'polondan so'ng Otamurodning maktabda ortiq qolishga yuzi chidamadi. Og'aynisining mashinasini olib, bozor maydoniga chiqdi. U bo'lib o'tgan bu voqealardan juda karaxt edi. Qolgan barcha harakatlari mana shu karaxtlik og'ushida bo'lgandek edi. Va bor alamini yangi nonxo'rni uncha yoqtirmay qarshilagan Botir Davondan oldi. Endi u jild ko'tarib yurgan kechagi muallim emasdi. Bir kechada hamma narsasidan mosuvo bo'lgan alamzada edi. Ular ho'kiz boltadan qaytmas degandek, Botir Davon bilan erkakchasiga gaplashib qo'ya qoldi. Ammo ayollar na sobiq xotini, na qo'shni juvon bilan bu xilda gaplashib bo'lardi. Ular nafratdan boshqasiga yaramasdi. Biroq yigitning nafrati bahor yomg'iriday o'tkinchi edi. Qanchalik kuchaysa, shunchalik tez tinardi. Keyin topgan ayolini sevmoq istadi. O'ziga qo'rg'on, o'g'ilchasiga ota bo'lmoqni o'yladi. Shunda bildiki, kishi tabiatida mavjud odamiylikni hech bir nafrat mahv eta olmas ekan. Odam bolasi qanday tug'ilgan bo'lsa, shundayligicha, ya'ni yaxshi yoki yomonligicha qolaverarkan. Choydan iching, mehmon. Otamurod boshini ko'tarib, qarshisidagi cholga qaradi. Xayolga botganidan xijolat tortganday mahzun jilmayadi. Ertalabdan beri qorasini ko'rsatmayotgan Zumradni o'ylab,
umidsizlikka tushayotganini his etarkan, qizning ko'nglini so'ramay, to'g'ridan to'g'ri sovchi yuborgan yoshlik kezlarini esladi. Keyin xotini ko'p bor yuziga solgan. Sizga suyib tegmaganman, otam majburlab bergan deb. Xuddi shu narsa sababmi yo juvonda qandaydir bir sir bormi, avvalo uning ko'nglini ovlashni o'ylardi. Agar u rizolik bersa, cholning oyog'iga bosh urishga ham tayyor edi. Ammo bu kechagi orzu edi. Juvon keyin deya umidlantiruvchi allanimaga shama qilgandek edi. Bugun esa go'yo qochib ketganday, hanuz qorasini ko'rsatmayotgan edi. Aytishlaricha, bu qishloq qizlari yigit tomonni yoqtirmasa, ortiq ko'zga tashlanmay qo'ya qolarkan. Nahotki shunday bo'lsa? Shu payt yigitning qulog'iga yoqimli bir gap chalinganday bo'ldi. Taom pishguncha choy bilan qorinda aldab turamiz-da, endi mehmon. U shartmidi shu? Bekorga ovora bo'libsizlar-da, deya ming'irlasa-da, ichdan g'oyat shodlandi. Negaki vaqtni biroz cho'zmoqqa zo'r imkon bor edi-da. Tagida gurillab o't yonayotgan qora qozondagi ovqatning sira pishmasligiga ham rozi edi u. Yigitning beixtiyor jonlanganligini sezgan Sardor chol miyig'ida kulimsiradi. Aslida esa o'zi undan kam bezovta emasdi. Qizining qayerga ketganligini o'zicha tusmollayotgan bo'lsa-da, qanday kayfiyatda qaytishidan butunlay bexabar edi. Agar qizi hali beri qaytmasa, demak yigit umidini uzgani ma'qul. Eshigiga ortiq tanda qo'yishdan ma'ni yo'q. Zumrad zohiran yumshoq ko'ringani bilan anchagina qaysar. Ko'ngli chopmagan kimsaga qorasini ham ko'rsatmaydi. Bu hol ilgariyam 1-2 sodir bo'lgan. O'shanda chol qizini qat'iyatidan lol qolgandi. Shunga qaramay, qizning bevaligi chol kampir uchun ulkan dard edi. Tezroq joyini topib ketishini istashardi. Sardor chol bugungi sinoat haqida kampiridan so'rashga og'iz juftladi-yu, istihola qildi. Qachondan beri ayollarning siriga qiziqadigan bo'lib qoldingiz? Deyishidan iymandi. Axir kampirida Abdurahmon chavandozning qoni bor. O'ktam va cho'rtkesar, mehri qatori qahri ham daryo. Aksariyat ayollarga o'xshab xuda-behuda narsalarga aralashavermaydi. Aralashar bo'lsa, har qanday ishni bir yoqlik qilmasdan qo'ymaydi. Kechagi yigitlarning muloyim kelib, muloyim chiqib ketishlarining boisi shundan. Kampiri ovozini ko'targan kimsani yoqtirmaydi. Shu bitta qizimning boshini qo'riqlashga o'zimni ham kuchim yetadi. Senlarga pishirib qo'yibdimi bu yerda deyishdan ham toymaydi. Bu qishloqning udumi shu. Uyingdagi mehmonga qo'shnining iti ham hurmasligi kerak. Sardor chol bu hikmatni birinchi bo'lib Abdurahmon chavandozdan eshitgandi. Dovonda miltig'i chaqilmay, Abdurahmon chavandoz uni o'z qishlog'iga boshlab kelarkan, 9 bolarli uyini bo'shatib degandi. Ketsang, ana katta yo'l. Qolsang, mana uy. Bu qishloqda uyga kelgan mehmonga qo'shnining iti ham hurmaydi. Mabodo haliyam joningga qasd qilish fikridan voz kechmagan bo'lsang, mana yarog'ing. Men buni manavi mixga osib qo'yaman. Xohlagan paytingda olmog'ing mumkin. Faqat neki nomoqilchilikka qo'l ursang, avvaliga tanangga bir o'ylab ol. Hozircha mehmonim ekansan, chiqib mezbonligimni qilay. Abdurahmon chavandozning o'ktamligi, ayniqsa hech narsani so'rab surishtirmasligi Sardorga juda yoqib tushgandi. So'ragan taqdirdayam so'ylamog'i juda og'ir edi. So'ylash tugul, eslashning o'zi qiyin edi. Ammo harchan eslamaslikka urinmasin, xotira degani bamisoli qora quzg'unday bostirib kelaverardi. O'shanda ayqashib yotgan tanalarga ko'zi tushganida, dastlab unda g'azabdan ko'ra hayrat kuchliroq edi. Chirmashib yotganlarning biri o'zining jufti haloliyu, ikkinchisi ukasi ekanligiga hech ishongisi kelmadi. Tog'asining shaharda o'qiydigan o'g'lini o'z ukasiday ko'rardi. Oramizdan hech bo'lmasa shu o'qisin deb har kelganida cho'ntagiga pul solib qo'yardi. Bu safar tupkaning tagidagi bir og'aynisidan pul olib qaytgandi. Mana, cho'ntagida do'ppayib turibdi. Ertalab
o'zi avtobusga chiqarib qo'ymoqchi edi. Sardor ko'z o'ngidagi sharmandalikni idrok etolmay turarkan, yo'ldan ozganlarning qonida jo'sh urayotgan shayton fursatdan foydalanib lip etib uning yelkasiga minib olgan. Qulog'iga shivirlagan: "O'ldirish kerak. Hayallatmay otib tashlash kerak. Yarog'ing narigi xonada turibdi. Olib chiq-da, ikkalasiniyam shartta otib tashla." U shayton qutqusiga uchib, qo'shni bo'lmaga otilib kiradi. Yarog'ini osongina topadi-yu, ammo o'qlarga kelganda Rahmon xalaqit beradi. O'q joylangan qutichani topishi qiyin kechadi. Paypaslanib qidiradi. Qani endi? Qani endi? La'nati quti topila qolsa. Miltig'ini o'qlab chiqqanda esa sharmandali to'shak vayron. Zinakorlar allaqachon g'oyib bo'lishgandi. Tong qorong'usida mudrab yotgan qishloq bu zinoatdan bexabar. Miltiq tutgan yigit hovlida behuda kezadi. Alamdan hayqirmoq istaydi. Ovozi chiqmaydi. Uyga qaytib kirmoqni o'ylaydi. Kirishdan jirkanadi. G'azabdan qilt-qilt titragancha uy peshtoqlariga, derazalariga boqadi. Xayolidan bu uyda endi qanday yashayman degan o'y o'tishi bilan yarog'ini devorga suyab, oshxonadan kerosin to'la idishni olib chiqadi. Tonggi qorong'ilikni parchalab, uyi langillab yona boshlaganida u allaqachon do'nglikda edi. Yaxshi o'ligini ko'rsatmaydi deya boshi oqqan tomonga ketib borardi. Qasos olish, o'ldirish istagi so'ngan, o'z joniga qasd qilmoq qutqusi kuchaygandi. Bu qutqu yetovida qancha yurdi bilmaydi. Yo'lda do'ppaygan cho'ntagidagi pulni sezib, ularni shamolga sochib yubordi. Notanish buloq boshida bir zumga tin olarkan, yetimligidan o'ksindi. Jigarining xiyonati tufayli tog'asi va boshqa heshlardan ayrilganini o'yladi. Ortga, qishlog'iga yo'l yo'qligini angladi. Yuz bergan voqeani tog'asiga qaysi til bilan aytadi? Darvoqe, aytgani bilan nima o'zgaradi? Mayli, bu mudhish sir sirligicha qola qolsin. Tog'asi qo'liga kosov tutib, jasadini kul orasidan qidiraversin. Voqeani eshitsa ming kuyadi. O'lgan deya gumonlasa bir kuyadi. O'sha kuni havo namxush, bulutli edi. Quyoshdan darak yo'q. Ko'nglida mahzunlik kuchaygandan kuchayardi. U qo'lidagi yarog'ini ko'ksiga tiraganini sezmay qoldi. Yelkasidagi shayton esa battar pishang beradi. Ot o'zingni. Yashab nima qilasan bu bevafo dunyoda? Birgina o'qdan so'ng barini unutasan. Ammo umr bor ekan. To'satdan kelib qolgan Abdurahmon chavandoz bariga chek qo'ydi. U unutishni istagan hodisalar esa bir umrga xotirasiga mixlanib qoldi. Dastlab juda yomon qiynaldi. Haytovur ayiq voqeasi oraga tushib bir oz chalg'idi.